so'mcha qimmatida, misol buni 10 million 500 mingdan bo'lganda olardim desa, telefon qilishingiz 10 million 500 dan ham beraveramiz. Endi hurmatli obunachilar, kimga mana bunday ishonchli, garantiyali, eng muhimi dehqonni o'zidan olaman degan obunachilarga, mana sizlarga dehqonni o'zlaridan mana bo'sh yurgan mollar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saroy bozori kanali hurmatli obunachilari, bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunday yemga tayyor xunojin va boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan bir dehqon akamiz, asli akamiz savdoda yuradilar, qo'y bilan shug'ullanadilar. Akamiz bunlar bor, uylarida mollari bor ekan. Shuni sotmoqchi bo'lgan ekanlar, bizga aloqaga chiqdilar. Albatta, olib sotargan emas, dehqonni o'ziga sotaman deb akamiz o'zlari aytayaptilar. Imkon qadar shuni ma'lumotlarini bir qator akamiz o'zlaridan berib boramiz. Kimga shunday ishonchli, garantiyali buqa xunojin kerak bo'lsa, pastda nomerlarga albatta aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Omonbek. Aka, ishlar yaxshimi, charchamasdan suyimsiz? Sizlar, obunachilar, hamma yaxshimi, tinchmisizlar? Shu o'zimiz dehqonchilik mollar bir yaxshilikka sotmoqchi edik. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib narxlarni yo'lida qilib beramiz. Xudo xolasa imkon qadar. Hop, ikkita xunojin, bitta buqacha bor ekan, ha? Ikkita xunojin, mana buqacha. Buqacha yetishib yurgan ekan. Mana bo'yniga 5 soldik, ochig'ini aytganda, Usha bo'lmadi, to'g'risini aytganda obunachilar, yeyda yurgan mana 7 ishtilari, xudo xolasa, sinovdan o'tgan, eng muhimi garantiyali narsalar. Albatta, misol bu akamizda qo'y bor, qo'y uzilmaydi. Kimgadir agar qo'y kerak bo'lsa, albatta pastda nomerlarga 24 hop aloqaga chiqaverasizlar. Hop. Bo'lmasa buni bo'ylarini bir qator o'lchab ma'lumotlarini beramiz endi. Mol xudo xolasa yaxshi holatda buqacha. Yosh variantidan o'zlaring ozgina boqib, o'zlaring albatta yemga tashlashga sharoit qilib olasizlar. 7 ishtisi degan joyga obunachilar, mana 7 ishtisi ko'rib turibsizlar. Yemasa ichmasa bu darajaga kelmaydi. Taxminan 1 bo'lsa kerak. 1 metr ekan. 1 metrga ketaveradi. Hop, 1 metrga ketaveradi. Obunachilar, hop, oyoqlari yaxshi holatda, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bir joyda turmagan. O'ta go'zal holatda, mana garbanozlari ham kelishgan. Uyingizga olib borasiz, albatta. Shunday yemga tashlab, ozgina kepakdan berib tursangiz, bu albatta o'sadi, kelajagi bor narsa. Hop, bo'lmasa buni narxini nima deymiz endi? Narxini kelishtirib beramiz. Buni o'ziga aytaveraymi narxni? Buni o'ziga ayting, ochig'ini aytganda, misol baland aytsangiz so'rayman. Past aytsangiz mayliga qilib beraman. Yo'q, buni bo'ladiganini aytamiz. Biz qo'ygan video qilamiz, to'g'risi. Bo'ladigan narxini aytamiz-da. Bo'laveradi. Bo'ladigani 11 millionga beramiz. 11 million so'mga? 11 millionga bir aka. Buni 11,5, 12 deb o'tirish kerak emas. Arzon. Endi bozorda ham shu 11 millionga oladi-da. 11 million nari berib bo'lsa kerak. Biz endi shunaqa. Vaqtimiz yo'q. To'g'riga, mana shu uyda qo'y bilan shug'ullanamiz, qo'y sotamiz, keldi-ketdilarga. Endi telefon qilsa 11 millionga xudo xolasa yetkazib dastlabkasini qilib beramiz. Xo'p, 11 million so'mga vodiy bo'ylab ketaveradi. Mabodo narxi yaxshimi, axir sizlar shuni ichidasiz. Yo'q, xudo xolasa narxi yaxshi ekan, lekin vajga yarasha yomon emas, to'g'ri. Dehqonni o'zidan ochig'ini aytganda obunachilar 11 million so'mga bozorda mana bermaydi. Syomkalarni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Aka, bitta narsada endi 11 million so'm aytdingiz. Mabodo degan joyga Toshkentdan aloqaga chiqib qolsa yetkazib berishga imkoniyatimiz bormi? Yo'q, vodiyga yetkazib beramiz. Ha, bo'lmasa vodiyga ketaveradi. Vodiyga yetkazib beramiz. Xo'p, obunachilar 11 million so'm narx qo'yildi. Ko'rib turgan buqachalaringga buqa xudo xolasa yaxshi holatda. Eng muhimi 7 ishtisi o'ta go'zal. O'zimiz dehqonchilikda bu. Albatta, o'zlarini dehqonchiliklari ekan. Xo'p, obunachilar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqaverasizlar. Biz bo'lmasa undan keyingi hop, xunajinlarni ko'rsatishdi. Boshladik. Ikkita bir-biridan go'zal. Xudo xolasa yaxshi holatda ekan mana. Tumshuqlarida yoki bir qanaqadir aybi nuqsonlarni ochig'ini aytganda ko'rganim yo'q. Metrimiz 1 metrlik ekan. 1.15 ga ketaveradimi aka? Yo'q. 1.15 dan baland. Yo'q, 1.15 ekan, ha. Narigisi-chi, buni ham o'lchab qo'yaylikmi? Ha, bo'lmasa qo'yg'isi yo'qqa 1.15 ga qilsak ham bo'laveradi aka. Yo'q, bunisi sal kichkinaroq ekan. Ha, yo kichkinaroq, 1.13, 1.14 atrofidagi buqa shu ana. Xunojin bu.
Ha, Bu xunajin. 10 ekan. Bu 15 ga 10 ekan. Ha, 15 asli 1.13 1.14 chiqadi, xotirjam. Hop, buni ham Xudo xolasa sog'inlari yaxshi holatda. Endi misol uyda turgan, uyda xonaga xunajin obunachilar buni sizniga ham mana. Albatta o'zingiz olib borib, ha, siyir qilib olsangiz yaxshigina siyir bo'ladi, ozgina boqqaningizdan keyin bahorga buni Xudo xolasa novvostalab bu xunajin bo'ladi albatta. Hop, buni bo'ylarini biri 15 ga, biri 10 dedingiz, ha? Biri 15 ga, biri 10. Endi ikkasini yaxshi o'zimiz ishqibozchilikka oluvdik. Aha. Zarurat olib sotyapmiz to'g'riga. Hop. Buni bittasiga narx aytamizmi, ikkitasiga narx Ikki aytamizmi? jupiga aytamiz. Ikkalasi jupiga, hop. Ha. Jupiga mana Ha. 11 dan bir aka bu ham. 11 million so'mda. Ha. 11 milliondan bir aka. Ochiqni aytganda so'ramadim, so'ramayman obunachilar. Nimaga haqiqatdan arzon bo'ldi, ochiqni aytganda haqiqatdan bozorga bermaydi. Prosta akamiz shunchaki aytayaptilar, pul ozgina zaruriyatligi uchun sotilyapti turgan xunajin va buqalar. Albatta akamizga aloqaga chiqing. Telefon qilsalaring 11 million so'mcha qimmatida, misol buni 10 million 500 mingdan bo'lganda olardim desa, telefon qilishingiz 10 million 500 dan ham beraveramiz. O'zlari dastlabkasini qilib olsa, Aha. o'zlari dastlabkasini qilib olib ketishadigan bo'lsa, yo o'zim boraman olib kelaman deydigan bo'lsa, jupini olsa 10 milliondan bir aka. Endi buni 11 milliondan az qo'yib qo'ysak, Aha. telefon kelmasa, sotilmasa, turing, bizga pul zarur, gapni ochig'i. Ha, keng. Hop. Obunachilaringiz maza qilsin. Ana 11 millionga xayri bor. To'g'ri gap. Endi men ham ko'p ko'rib turaman-da, azizlar, unaki yarim qo'yilyapti shu. Shunaqa to'ppa To'g'ri to'g'ri. gap. 12 qo'ysang 11,5 sotilish kerak-da, to'g'rimi? 11 millionga dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman. Bu ikkovini 10 milliondan bo'lsa bor aka mana. 10 milliondan bo'lsa, Dastlabkani o'zlari qilib olishaveradi. 10 milliondan bir aka. yo, dastlabkasini qilib berasiz. Yo'q. Ya, endi misol bitta narsani aytib qo'ydingiz o'zingiz. Shu videoni o'zida aytib qo'ydingiz. Mayli dastlabkasini o'zingiz endi bir balo qilib. Bo'ldi, vodiy bo'ylab bo'lsa, dastlabkasini qilib beraman. Qancha olib ketadi? 100 mingdan ketadimi? 100 mingdan ketsa kerak. 125 ming atrofida olib ketsa Ha, kerak. bo'ldi, dastlabkasini qilib beraman. Hop, obunachilar ana martga savdo bo'ldi albatta. Marjon akamiz o'zlariga aloqaga chiqinglar. Nomerni o'zingiz bir qator aytib o'ting bo'lmasa. 93lik 93lik 508 Ha. 93 93. Hop, albatta nomerlarga aloqaga chiqishaveradi. O'zingiz chiroyli qilib, ochiqni aytganda haqiqatdan Ammo bittasini olamiz deyishadiganimizcha qo'shiladi. Ha. Ikkiga sotaveradi to'g'risi. U yo'l kira boshqa bo'lmaydi. Ha. Ammo sog'lom mana, tarab netganimiz ham yo'q. albatta Ha. dehqonni To'g'ri o'zlaridan gap. Sog'lom. Juda jikkilab sog'lom, turibdi. yaxshi holatda. Hop, tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa tafovati bo'ladi. Tanlab olishga tafovati bo'ladi. Bu qochani ham ko'ring. Ha. Endi videoga qanaq tushadi, qanaq bilmayman. Yo'q, albatta akam bitta narsada realni ko'ringani yaxshi. Ochiqni aytganda, dehqonniki realni ko'ringani yaxshi. O, qarang, zo'r lekin. Hajjanlar. Xudo xolasa yurib, o'ynoqlab yuribdi. Obunachilar o'ynab yurgan, sho'xlik qilib yurgan molni oling, albatta yutqizmaysiz. Agar bo'lmasa savdoyingizga baraka bersin. Yashanglar, obunachilar, xudo xolasa ukamizni qo'llab-quvvatlab, laykni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa. Vaqti bemahal qo'ydi videosini ham qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa ukamizni kuchaytiramiz. Albatta, obunachilar bo'lmasa, biz bo'lmasa shu yerda videolarimizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling obunachilar.